Assalomu alaykum, hurmatli Nurmebel obunachilari. Mana xudo xolisa yana bitta Kapalak Xosondagi uyg'ologimizni ham Xo'jobod To'rabod qishlog'iga o'rnatdik. Mana hoji akam o'zi bir ishlarimizga bir baho beringchi hoji aka. Allohim mana ishlarini biz YouTube'ga chiqqan reklama orqali ko'rib bordik. Ukamiz uyiga borib ko'rganimizda shu divanimiz yoqqani uchun biz shuni oldik. İşlerim menga yoqdi. Allohim ishlarini ilgari qilsin. Bola-chaqani orzu havaslarini ko'rsin. Rahmat. Kimga mana shu divanlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ukamizdan olishlariga biz ham so'rab qolamiz. Xudo xolisa chaklari hamma yo'g'i joyida ekan. Mana uyga borib, ichlari tayyor karkaslarimizni ham ko'rishdi. İçlari aytganimizda 100% sasnay qo'ch ekanmi hoji aka? Ama siz aytgan narsa ekan. Hech narsa qo'shimcha aytilgan joyi yo'q. Aytilgan bo'yicha bo'ldi. Reklamada ham to'g'ri berilgan ekan. Unaligi ko'pchilik aytadi, reklamada boshqa bo'ladi, ishda boshqa bo'ladi dedi, lekin yo'q. Bu yigitning ishlari menga yoqdi. Yaxshi. Allohning ishlarini ilgari qilsin. Rahmat. Xudo xolisa mana materiallar ham buni 1-2 kun oldin reklamasini ham qo'ydik. Teddy materialligimiz, bo'lishlari ham mana o'zini materialda qilib tayyorlangan. Xudo xolisa dekorlari ham karishli, jurnalist stollar ham karishlimisidan uyning ichiga ham o'ta skromniy holatda tushdi. Hoji aka, olganga sotganga Alloh baraka bersin. Ilohim. Amin. Hammalarimiz tinch sog'-salomat bo'laylik. Allohu akbar. Uyg'ologimizning razmeri 430 ga 230 holatda 4 ta podushkasi, 3 ta taburetkasi ham bor. Xudo xolisa jurnalist stollari ham shu aytganimizdek 6 oyoqlikdan bo'lgan. Yaxshi kunlarga buyursin. Xudo xolisa kimgadir shunaqa mebellar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Uyg'ologimizning narxi shu turishi 5 million 800 ming so'm komplekt Teddy materialligi. Mo'shi materialligini ham aytganmiz, narxini 5,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi xudo xolisa mutlaqo bepul. Murojaat qilinglar. Xudo xolisa chiroyli qilib ishinglarni bitirib beramiz. Rahmat.